Parvardigorim, biz dunyoda Qur'onni yodlaymiz desak, bizga ovqat berganlar bor edi. Bizga ehson berganlar bor edi. Bizi orqamizda Qur'onimizni tinglab, seni kalomingga muhabbat qilganlar bor edi. Shular orqada qolib ketdi. Bugun bizga ruxsat bersang, ularni ham biz birga jannatga olib kirsak der ekanlar. Qorilarga 10 ta desa kam, 100 ta desa kam, 700 ta desa ham kam, ular shafaat qilishi uchun. Alloh taolo qorilarga ruxsat berar ekan. Mahshargohga chiqingda ko'zingizga kim tushgan bo'lsa, orqangizda kim turgan bo'lsa, sizga kim muhabbat qilgan bo'lsa, hammasini yetalang jannatga der ekan. Hisob kitobsiz, nechtasini xohlasangiz, dunyoda kim sizga muhabbat qilgan bo'lsa, bugun tanigan bo'lsangiz, hammasini olib kiring jannatga der ekan. Qorilar mahshargohga chiqar ekan. Mahshargohda dunyoda kim ularga muhabbat qilgan bo'lsa, ko'ziga ko'rinar ekan. O falonchi biz orqamizda namozda turardi. Falonchi bizga iftor berardi. Falonchi mashinasida bizni olib borib olib kelib turar edi. Falonchilar biz bilan ziyoratlashardi. Falonchi ehson berar edi. Hammasi ko'ziga ko'rinar ekan. Yetalar ekan. Yuringlar jannatga birga kiramiz deb shafaat qilib jannatga olib kirar ekanlar.